Rossiya davlatida o'zbekcha gapirmaydi, o'rislar boshqacha gapiradi deydi. Qanaqa gapiradi? Bizdagi gapirmaydimi desam, yo'q, ular o'zini rossiyacha gapiradi dedi. Keyin aldama desam rost dedi. Keyin ishonmay bordim men Rossiyaga. Borib bitta o'risni uchratdimda, piyala dechi desam, piyalushka dedi. Pashta bir xil, endi ularda shevasi boshqacha ekanda. Pomidori dechi dedim. Pomidori dechi, pomidor deydi. Tushunyapman, bir xil. Tarvuz dechi dedim. Arvuz dedi. Tilsini olib tashlab. Shevasi boshqacha. O'risga arvuz tushunadi hamma. Makaron dechi desam, makaron deyapti. Bilyapti, tushunyapti, hamma narsani bilyapti. Choynak desam, chaynik deyapti. Men ham tushunyapman, u ham tushunyapti meni gapimni. Nimasi farq qiladi ruscha bilan o'zbekcha bilmayman-da.